qarindoshlar. Şarq Türkistan Sürgündü Hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısına görüşənlərlə qısmən qarşı alırız. Inside Source gazeti 20 fevralda e'lon qilgan Xitoy bilan Amerika kelishimi mag'lub bo'ldi degan temadagi maqolada mundaq deyildi. Xitoyning nurg'un qatim va'dasiga vafo qilmaslik, yolg'on so'zlash qilmishlari necha 10 yillardan beri takrorlanib kelayotgan bo'lsa-mu, Amerikaning nurg'un siyosiy sarxillari Beijing bilan ikki taraflik uchrashishning qandaqdir oxirida ijobiy natijaga erishtiradiganligiga ishonadi. Amaliyotda Beijing ko'p yillik diplomatik suhbat orqali Amerikaning har qanday harakatini kechiktirdi. Shunga Washingtonning harakat qilgan vaqti keldi. Amerika savdo vakili Kedrinte Qurultayga bergan dokladida Dunyo savdo tashkilotining qonuni Xitoyning nurg'un ziyonli siyosatlari va qilmishlariga xotim berolmaydi deb xulosa chiqarib, Xitoyning bozorni asos qilishda Dunyo savdo tashkilotining prinsiplariga amal qilmaydiganligini aytgan. Xitoy Trump hokimiyati davrida dastlabki kelishimlarga amal qilmaganlik uchun Beijingga bo'lgan andisha kuchaydi. 2020-yillik kelishimnoma Xitoyning davlat qo'llagan bilim mulk huquqini o'g'irlashni bartaraf qilishni maqsad qilgan 31 bilimlik tamojna bejining texnik ko'p amaliylashishini to'xtatdi. Tamojnada turg'unlik bo'lganda Xitoy Amerika eksportini oshirishga va'da bergan, ammo Xitoy setib olishga va'da bergan malning %57%ni setib oldi. Beijing taxminan 200 milliard dollarlik Amerika eksportini elishdan voz kechdi. Beijing davlat kapitalizm programmasini yo'lga qo'ydi. U davlat korxonalariga milliard dollar to'liqimi berdi. Xitoy hukumatı yana davlat ig'dorchiligidagi shirkatlarga pul qarz berdi. Xitoy Amerikaga har yili 350 milliard dollarlik chiqim talab qilgan majburiy texnika yetkazishni o'z ichiga olgan jafoliq bozor to'siqlarini davomli yo'lga qo'ydi. Xitoy shirkatlari yana Amerikaning eng ilg'or ig'dorchilik texnikasini o'g'irladi. Bular Beijingning tajovuzchilik mustabid hokimiyatining siyosati. Bundan boshqa Xitoydagi zavodlar xalqaro kelishimga xiloflik qilib, har yili 20 ming tonna ozon quritadigan karbon natriy qo'yib berdi. Beijing birinchi bosqichlik va'dasiga amal qilmay, Baydenni ko'zga ilmagan bu ahvoldami chiqadigan yakun Xitoy bilan Amerika ikki taraflik aralashish mag'lub bo'ldi. Amerika Xitoyga qaytarma zarba berish kerak deyildi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer efendi o'tgan 20 yildagi xatoligini tuzatish uchun Amerika Xitoyning bosqinchilik qilmishiga bardoshlik beravermay qaytarma zarba berish kerak dedi. Yahoo xabarlarining 21 fevraldagi xabarida aytilishicha, Avstraliyalik Xitoy ayol Tiananmen vaqasiga aloqador e'lonni yirtib tashlab, Uyg'urlarning lagerlarga qamalganligini rad qilgan. Aytishlarga qaraganda, Avstraliyaning Brisbane degan yerda o'qiyotgan bir Xitoy ayol yaqinda Hong Kongning demokratiyasini qo'llash maqsadida o'rinlashtirilgan ko'rgazmaga qo'yilgan Tiananmen maydonidagi namoyishning surati tushirilgan plakatlarni elib etib, Uyg'urlarning Sharqi Turkistondagi jazo lagerlarida tutib turilayotganligini rad qilgan. Queensland universitetining o'quvchilar gazeti Sam Floydning bosh muharriri Billy Gokilman tomonidan suratga olingan bu voqeani Queenslandga vakillik qiladigan Avstraliya Kengash palata a'zosi Xitoy tadqiqotchisi Joe Paulo to'rda ham bahirlagan. Xitoy ayoldan rasmga qanday qaraydiganligi so'ralganda, yolg'onlarning o'smirlarga ko'rsatilishining to'g'ri bo'lib bo'lmaydiganligini so'rash orqali javob bergan. Gokilman Tiananmen bostirishining haqiqiy yuz berganligini aytganda, necha 10 yillar ilgari yuz bergan bu voqeadan xabarining yo'qligini aytgan. Gokilman maqsadining o'tgan ishlar haqida qayta o'ylanish imkoni yaratish ekanligini aytgan va atalmish Şinjandagi lagerlarda millionlagan Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining tutib turilayotganligini aytgan. Xitoy ayol masxara qilib kulgan va lager deb eshirayotganligini aytgan. Yoshlik zo'r ne'mat, buyuk g'animat. Bu g'animatning qadri bak himmat. Millat vatanga taqdim qilganda erur eng shonu sharaflik himmat. Har kun tarixdan uchar bir varaq, hayot shehidan tushar bir yaproq. Yoshlik davroni, sho'xlik jarayoni, shul hayot uchun eng xushbo'y piroq. Yoshlik hayotning sharaf shonlari, yoshlar millatning arslonlari, vijdonliq yoshlar haqqoniyatlik, jang maydonining qahramonlari. Yoshlarga bog'liq omad va iqbol, baxtlik hayot, porloq istiqbol. Bo'lsin yoshlarning maqsad nishoni, erkin ozodlik, hurlik, istiqlol. Vijdon eslatar maqsad nishonni, chiqarib tashlar quruq armonni. Erkin ozodlik yo'lida vijdon, ko'zlar haqqoni kurash maydonni. Partilaydi kurash shul chog' bir tutash, insoniy huquq ustida talash.
Басқынчыларның зұлымыға қаршы тұрғай қозғылып әр бір қири яш. Güllenər şol çağ yaşlarının roli, utuq qazanar haqqani yoli, otluq yürekler yalqınlarıdın pişip dağlanar cismi putquli. Yaşlık ceryani mevsumi bahar, köngüllük güzel rengarenk gülzar, teximo yaşnap, teximo güllep, bolur bu gülzar yaşaşqı madar. Yaşlık hayatның körkem zamanı, şanı şevketlik güzel devrani, yalqınlap durğay aziz yaşlarının otluq yürüki ötkür vicdani. Yaşlık gülleri nädin ibaret? Yani vicdan, himmet, cesaret, vatangi kuyuş, milletni söyüş, şol xushbo'y gullar uchun bisharat. Qisqasi yoshlik buyuk iftixor, ammo gardanda ikki burchi bor. Millatni ozod, vatanni obod, erkin yashashdan vijdoniy shuor. Bo'lsin har bir yosh oliy niyatlik, din va diyonat haqqoniyatlik, millati uchun bo'lur iftixor, vijdon egisi insoniyatlik. Yoshlik hayotning zibu zinnati, erkin hur yashash muhim xislati, erkin ozodlik har bir insonning vijdoniy qarzi asli sufati. Aziz yoshlarim bo'lib mardona, vatan millat uchun go'yo parvona, quruq o'y bilan xomtama qilib, bo'lib qalmanglar hayron vayrona. Aziz yoshlarim g'ayur arslan, yovlarga qarshi jasur qahramon, bosqon izidan yonmas o't yurak, qarindoshlari uchun mehribon. Aziz yoshlarim o'tkir vijdonliq, islom dinini suyar imonliq, mahkam iroda qaysar nishonliq, mana shu ulga to'liq vijdonliq. Mərhum inqilobiy shoirimiz Abdulaziz Mahsumning she'rlaridan elindi. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizdən kökünənlər üçün köp rəhmət. Kelər qıtımqı proqramımız görüşkəcə Allah'a amanet boğaysızlar.